Oke, qanaqa xonaga qaysi aboylarni tavsiya qilasiz? Hozir men sizga aboylarni ko'rsataman. Ungacha bitta like bosib, podpiska bo'lib qo'ying. Oke, zalga qanaqa aboy tavsiya qila olasiz? Zalga mana shu orqamda turgan aboylarni tavsiya qilaman, lekin hamma o'zining fikridan kelib chiqib aboy tanlaydi. Hozir men sizga ikkita variantini ko'rsataman. Birinchisi mana ko'rib turganinglar sifatlari ham juda ham a'lo darajada ishlangan bo'ladi, zarli bo'ladi. Buni 3 xil patsvetkasi bor. Ko'rib turganinglar entigidagi bejviy и och salatviy bo'ladi. Uchinchisi bo'lsa mana bu och rangli, ko'k rangdagi bo'ladi. Bundan tashqari ikkinchisi bejviy rangda bo'ladi, zarli bo'ladi. Sifatlari ham juda ham a'lo darajada bo'ladi, mo'shi bo'ladi. Buni ham pastligini ham bemalol yuvib ishlatsanglar bo'ladi. Zarlari hech qachon ko'chib ketmaydi. Oke, spanning qaysi birini ko'rsata olasiz? Spanning ikki xil varianti bor. Xohlasanglar orqamda turgan gulli variantini ko'rsataman, xohlasanglar katta bargli ko'rsataman. U o'zingizlarning tanlashingiga bog'liq. Misol uchun mana ko'rib turgan aboylar juda ham sifatlari juda ham a'lo darajada bo'ladi. Har xil patsvetlarni xohlasanglar bejli, xohlasanglar to'g'roqdan desanglar, o'shadan ketib tanlasanglar bo'ladi. Xohlasanglar katta gulli desanglar, buni och variantidan ham bor. Bemalol spanniga qo'ysanglar bo'ladi. Xohlasanglar anaqa to'g'roq desanglar, to'g'roq variantidan ham bor. Bemalol ranglari o'chib ketmaydi, yuvib ishlataverasiz. Oke, oshxonam qolib ketdi. O'tga qanaqa aboy tavsiya qila olasiz? Oshxonangizga bo'lsa, mana shu ko'rib turgan polkadagi Atachento high-tech variantini tavsiya qilaman. Ko'p gapni o'tirmayman. Xullas, xohlagan ranglardan bor. Ko'rib turganinglar birinchi varianti, bunisi to'g'roq ikkinchi varianti, bunisi bo'lsa undan ham to'g'roq uchinchi varianti, bunisi bejviy rangdagi high-tech usul ishlangan bu variantlarimiz bor. Xullas, do'konimizda aboylarning 500 xildan ortiq turlari bor. Do'konimizga kelib turib aboylarni bemalol tanlab olib ketsanglar bo'ladi. Biz sizlarga faqat tavsiya berib ko'rsatdik. Manzilimiz Chinoz shahar, Dehqon bozori yonginasi.